Mana ko'pchilik nima tashqi fasaddan foydalanmayapti, terma panelga deganlarga qaranglar mana. Sinmaydigan bo'ladi, eng asosiy sifatli bo'ladi. Bu ko'rib turgan xonadonlarga chiroyli holatda terma paneldan foydalanib qilib berilgan bo'ladi, qaranglar. Asosiy issiq sovuqni o'tkazmaydigan, yaxshi ushlab beradigan, yozimizda qishda issiq bo'ladigan narsa bo'ladi. Bu uyimiz toshdan bo'lgan ekan. Eng asosiysi ham o'shi ham issiq sovuqni ushlaydigan holatda qilib berilgan, ham yaltillab fasadli zo'r holatda turadi. Terma panelimizga keladigan bo'lsa, o'zi sotiladigan bo'lsa, 90 ming so'mdan 3 yil va 5 yil chiroyli holatda qilib beriladi. Agar shu holatda yopishtirib beriladi deganlarga, yopishtirib berilsa 160 ming so'mdan qilib beriladi. Gipki kaminga keladigan bo'lsa, 50 ming so'm mahsulotni o'zi klientlari bilan qilib beriladi. Agar yopishtirib beriladi desa, 90 ming so'mdan chiroyli holatda xonadoningizga kelib yopishtirib beriladi. Siz yotoq joy va obed nonushta hamma yoqda qilib beradigan bo'lsangiz, ustalarimiz sizga ham chiroyli holatda xizmatlarni qilib berib ketishadi. O'sha aytadigan bo'lsak, bu xonadonimizga 260 kvadrat joyimizga 33 million so'mga tayyor berilgan. Tepasi gipki kamin, pastdan terma panel qilib qo'yilgan. Issiq sovuqni zo'r ushlashlik uchun uyda egasi zo'r effekt ko'ryapman dedilar. Pastdan nomerlar bor. Siz ham shunaqa tashqi fasadiga ustalar chaqirmoqchi bo'lsangiz, telefon qilaverasizlar.